Tak, men yana Sanok kartasidaman. Video ololmayapman chunki nimagadir o'yinim umuman o'xshamayapti. Bu yerda 2 ga 1 vaziyatdaman. Qo'limda короче, drabashkada biz farqi yo'q bu drabashkada 2 ga 1 короче yo'q ular. Shu drabashkani debes deganmanmi, nima deganman, negativ olinmanda. Bu yerda Dili opamiz bor ekan. Shib otamiz va dabitam bo'lib ketdi. Kamandalari yopilib ketgan shekilli. Bu yerda sakrab kelayotgan akamizga nok beramiz va yugurib boramiz. Chunki uni sherigi bor, ko'tarib oladi. Shunday qarab, shunday otyapman, derazadan otyapman, chiqib beryapti o'zi derazaga. Bu qanaqa o'yin bo'ldi bu? Chiroyli o'ynanglar, ekanlaring ham do'nqayib yotibsizlar-ku. Hay, sherik glavniyda ekan, glavniydan shak kelyapti. Kimdir sakrab tushdi pastga. Meni vajohat bilan otaman deb o'lib qoldi.